Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, YouTube ishqibozlari hamda kanalimizni kuzatib borayotgan qadrdon aka-ukalar. Hammalaringga Allohdan barakali kun tilagan holda bugungi videorolikimizni boshlaymiz. Xudo xolasa bugungi videorolikimiz hammaga manfaatli bo'ladigan bittamiz. Xo'p, hurmatli do'stlar, ko'rib turganlaringdek beraklarimizni doimgidek mana ishlarimiz qizg'in ketyapti. Ishlari mumkin. Mana suvlarni ochib qo'yganmiz. Har doim ta'kidlab o'tamiz, suv birinchi o'rinda turadi. Har kuni suv berilishi kerak, yoz kunlarida havo issiq. Ularga 60-70% постоянно namlikda saqlab berish kerak. Ularga namlikda постоянно 60-70% holatda sharoit yaratib beradigan bo'lsangiz, doimiy uzluksiz juda ham tez holatda diagnoz qilish davom etadi. Mana oxirgi marta 2 hafta oldin go'ng solgan edik bularga. Mana 80% уже diagnoz qilib bo'lgan. Bunga sabab har bitta beraktirimizni imkon qadar kuchimiz yetganicha ag'darib chiqilyapti. Shuning uchun chuvalchanglarimiz juda ham zich holatda hamda biogomslarimiz yeyishi hamda sifati yuqori darajada bo'lyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu 80% biogomс qilib bo'lgan. Hozir buni shu holatda chuvalchangni ajratib turib bir joyga to'plab olib qo'yadigan bo'lsak, ichida bir 10%, 15% qolib ketgan ozuqalar bo'ladigan bo'lsa ham to'plangan holatda ichida qolgan urug'lar, lichinkalari buni elaydigan vaqtimizgacha 100% biogomс qilib bo'ladi. Laboratoriyada tekshirsalar ham 100% chiqadi, xudo xolasa. Mana biogomsni tonnasini ko'proq olaman, ozgina joyimdan ham deydiganlarga bizni qisqacha bir tavsiyamiz bor. Beraktirdagi ozuqalarni, chuvalchanglarni doimiy ravishda to'ntarib turishni tavsiya qilamiz. Misol uchun, mana shu joyimizda 8 ta beraktirimiz bo'ladigan bo'lsa, kuniga bittadan to'ntarsangiz ham borib qaytib kelguncha sirkulyatsiya bo'lib, bir kundan ag'dariladi. 8-kuni yana mana shu beraktirimizga kelamiz. Buni yana to'ntarasiz. To'ntarishdagi qulayliklari, afzalliklari, foydasi birinchi o'rinda go'ngdagi har xil gazlar, hidlar uchadi. Yuvilgan sari to'ntarilganda zichlashgan ozuqalari yengillab, uqalanib, chuvalchangda erkin harakatlanishiga sababchi bo'ladi va erkin harakat qiladi. Undan tashqari yumshoq zichlanmagan ozuqada chuvalchanglar o'zini erkin harakat qilib, yana ham tez ravishda biogoms qilishda davom etadi. Shuning uchun doimiy ravishda bir haftada bir marta sekin bilan to'ntarib chiqamiz, vaqtga qarab. Misol uchun, men vaqtim yo'q deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, haftada bir marta yoki 10 kunda yoki bir oyda to'ntarsa ham bo'laveradi. Buni to'ntarmasa ham bo'laveradi. Qanday holatda to'ntarmaslik kerak? Ozuqasini juda ham ozgina holatda, misol uchun 5 santimetrdan tashlash kerak bo'ladi. Ozginadan tashlab yediriladigan bo'lsa, to'ntarmasa ham bo'laveradi. Agar sekin ermakka, salqinda to'ntaraman deganlar bo'ladigan bo'lsa, qiziqishga mana shu beraktirlarni sekin yarim soat, 1 soat to'ntarib qo'yiladigan bo'lsa, effekti juda ham ideal holatda bo'ladi. Chuvalchanglarning holati ham xolasa mana zich holatda. Mana shu holatga kelishiga sabab bularda to'ntarilishi.
reaktordagi ozuqalarni doimiy ravishda to'ntarilgani uchun bular yumshaydi. Yumshaganda erkin harakat qiladi. Shuning uchun mana ushlang mumkin. Chuvalchanglarda holati ham, zichligi ham zo'r ko'payadi. Tavsiya qilamiz. Birinchi o'rinda ozuqasini uzmasdan vaqtga qarab, imkoniyatga qarab turib, o'sha reaktorlarda o'sha 5ligida olib, chiroyli musiqani qo'yib olib, sekin yog'darilaveradi. Mana shu joyimizdan Xudo xolasa gideta bir 3 so'ti chiqadigan agar joy bo'ladigan bo'lsa, mana shu biz aytgan tavsiyani qilinadigan bo'lsa, 1 yilda 2 marta yoki 3 martagacha bemalol sof biogomusni olishlari mumkin bo'ladi. Toza, akkuratni yilgan holatda. Misol uchun mana shu holatda 8 ta reaktorimizdan plus minus kamida 5 tonnadan biogomus oladigan bo'lsangiz ham, o'sha 40 tonna. 40 tonna olasiz, 1 yilda 2 marta, 3 marta olsa ham bo'ladi. Endi maksimum primerni yaxshilab akkuratni yegiziraman deydigan bo'lsangiz, o'sha 80 tonnadan kam biogomus olmaysiz. Yaxshi qaraydigan bo'lsa, e'tibor bilan 100 tonnagacha biogomus olishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsa aniq fakt. Bunga hech qanaqangi katta tonnalar gapirib yuborish emas. Biz o'zimiz shu narsani sinab ko'rdik. Xudo xolasa natijalar yaxshi bo'lyapti. Bunga sabab shu aytganimdek to'ntarish kerak va doimiy suvni uzmaslik kerak. Постоянно suvni berish kerak. Shuning uchun chuvalchanglar ideal holatda 5-skorda vozalataveradi, to'xtamasdan. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videolarimizga bittadan like tugmachasini bosib, podpisatsiya obunasini bosib qo'yasizlar knopkasini. Do'st birodarlarga, gruppalarga videolarimizni podelitsiya qilib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.